Oshxonangizda katta imkoniyatli, lekin ixcham pech bo'lishini xohlaysizmi? Bugun sizlarga Goodwill 58B mini pechini tanishtirib o'taman. Ushbu mini pech 58 litrli hajmga ega bo'lsa-da, oshxonangizda ko'p joy egallamaydi. Bir vaqtning o'zida katta porsiya taomlarni tayyorlash imkonini beradi. 8 xil pishirish rejimi va 1800 vatt quvvat taomlaringizni mukammal darajada pishirish uchun yaratilgan. Shuningdek, ichki yoritqich va 2 qavatli shisha oyna qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Harorat oralig'i 60 gradusdan 240 gradusgacha. Taymer esa 90 daqiqagacha sozlanadi. Bu mini pech bilan har bir taomni aniq nazorat ostida pishira olasiz. Ushbu zamonaviy mini pechni sotib olish uchun izohlarda narx so'zini yozib qoldiring. Oshxonangizda katta imkoniyatli, lekin ixcham pech bo'lishini xohlaysizmi? Bugun sizlarga Goodwill 58B mini pechini tanishtirib o'taman. Ushbu mini pech 58 litrli hajmga ega bo'lsa-da, oshxonangizda ko'p joy egallamaydi. Bir vaqtning o'zida katta porsiya taomlarni tayyorlash imkonini beradi. 8 xil pishirish rejimi va 1800 vatt quvvat taomlaringizni mukammal darajada pishirish uchun yaratilgan. Shuningdek, ichki yoritqich va 2 qavatli shisha oyna qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Harorat oralig'i 60 gradusdan 240 gradusgacha. Taymer esa 90 daqiqagacha sozlanadi. Bu mini pech bilan har bir taomni aniq nazorat ostida pishira olasiz. Ushbu zamonaviy mini pechni sotib olish uchun izohlarda narx so'zini yozib qoldiring.